Endilikda 2026-yil 1-yanvardan e'tiboran moped va skuter singari transport vositalarini boshqarish uchun haydovchilar A1 yangi kategoriyasi joriy etiladigan bo'ldi 1-yanvar kunidan e'tiboran. Bu A1 ni olish uchun hech qanday demak avtomaktablarda o'qish majburiy bo'lmadi. Bemalol nazariy va amaliy imtihonlarni topshirish asosida A1 toifasini olishlari mumkin 1-yanvardan keyin haydovchilarimiz. Yanada qulaylik tomoni, agar fuqarolarda A, B, C, D singari toifalarni istalgani bo'lgan taqdirda, istalgan haydovchilik guvohnomasi bo'lsa, ular to'g'ridan-to'g'ri moped skuterlar boshqarib yurishlari mumkin. Demak, A1 kategoriyasi, ya'ni toifasini ham olishlari shart emas. Yana ham qulayligi, agar boshqa toifalarda nazariy imtihonlarda 20 ta savoldan 18 tasiga to'g'ri javob berish talab etilsa, A1 toifasini olish uchun ushbu 20 ta savoldan 16 tasiga to'g'ri javob bersa, demak, imtihondan o'tgan hisoblanishi belgilandi. Mana shunday qulaylik bo'ldi. Qarorning yana ikkinchi tomoni 2026-yil 1-fevraldan e'tiboran A va B toifalari uchun demak, nazariy bilimlarni bevosita mustaqil ravishda o'rganishlari mumkinligi belgilandi. Demak, A va B ni olish uchun ham avtomaktablarda nazariy bilimlarni olishlari shart emas. Faqatgina amaliy bilimlarni olish uchun avtomaktablarga murojaat qilishlari, majburiy darslarni olishlari kerak bo'ladi. Nazariy o'zlari bemalol mustaqil hamma tayyorlanish mumkin.